Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Vallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf va la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allohu an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Inson haqiqatda ajablanadiki, mazlumlar duo qiladi. Mazlumning duosi ijobat hadis shariflarda. Agarchi kofir bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo mazlum bilan o'zining o'rtasida parda qilmadi. Mazlumning duosi bilan o'zining o'rtasida parda qilmadi. Mazlum duo qilishligi bilan albatta yordam beraman dedi. Lekin shuncha mazlum duo qiladi, ijobat bo'lmaydi deb hayron bo'ladi. Mana bu hadis bizga javob bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar. Qasamyod qilib aytdilar. Ma'ruf ishga buyuringizlar, shu sifat sizlarda bo'ladi. Munkar ishdan qaytarasizlar. Agar bu sifat sizlarda bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo sizlarga azob jo'natadi. Keyin duo qilaverasizlar, ijobat qilmaydi Alloh taolo. Ijobat qilinmaydi. Amr ma'ruf nahi munkar tark qilingan ummatning duosi ijobat emas. Mana bu hadis bunga dalolat qiladi. Huzayfa ibn al-Yamoniydan rivoyat qilingan.